Diydor shirin, farzand yo'lini qarab qolgan onalardan, bahorni kutayotgan lolalardan. So'rang deydi diydor shirin yordi deya bugun yurak bag'ri qoralardan. Barchangiz bilan shirin diydorga yetkazdirib turgan yolg'iz yaratganga shukronalar keltirib, bugun mana shunday so'rin go'shada biz bilan hamnafas surgan yaxshilarga, mehmonlar ahliga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, aka-ukalar, opa-singillar, yog'li do'stlar, amma-xolalar, qarindosh urug'lar, xudo-andalar, hammalaringizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun Parvardigor nasib qilgan mana shunday bir ajoyib sanada, ajoyib bir tongda sog' salomatlikda diydorlashar ekanmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Bilamizki, bugun barchamiz ham erta tongdan bo'lgan ishlarni bir chetga surib, mana shunday bir xonadonni yaxshi kuniga shoshildik. Avvalo bugun barchamizni, sizni bizni ajoyib bir insonlar o'zlarining eng quvonchli damlariga sherik qilyapti. Ya'ni kim bugun birgalikda Shodmonqulovlar to'yxonasida mehmonmiz. Shodmonqulovlar to'yxonasi bugun bizni oshxonamizga aylangan. Shodmonqulovlar ahliga to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Avvalambor mana shu xonadon biz uchun tabarruk bo'lgan xonadon. Ya'ni rahmatli Jo'raboy otamiz hamda Ma'rifatxon onamizni farzandlari, yaqinlari bugun chiroyli kunga dasturxon bezashgan. Avvalo otamizni, onaxonimizni haqlariga duoda bo'lamiz, ruhlari shod bo'lsin. Ularni bugun ruhlarini shod qilib, mana shunday yaqinlar bugun barchani to'yga chorlagan. O'z navbatida to'y boshlar esa aynan ajoyib insonlar bugun O'ktamjon akamiz hamda Sanobar opalarni xonadonlariga Allohning marhamati yog'ilib turibdi. O'ktam aka, Sanobar opa to'ylar qutlug' bo'lsin. Avvalo qo'sha qarayizlar. Bugun mana shunday yaxshi kunga biz sherikmiz. Farzandlarni faqat yaxshi kunini, to'ylarini ko'ringizlar, hech qachon g'amini ko'rmaysizlar. Xonadonlaringizdan yaxshi kunlarni aslo tagi uzilmasin deymiz. Va mana shu to'yni yana ajoyib bir asl qahramoni esa bugungi xonadonning qizlari, davramiz kelinchagi, ya'ni singlimiz Sevinchbonini bugun misol onaga, misol bir ayolga bag'ishlangan katta tantanani birga baham ko'ramiz. Sevinchboni qizimiz esa o'zini hayot yo'llarini bugun Avazbek kuyovimiz bilan bog'lar ekan, yoshlarimizni umr yo'llari tutashibdi. Ilohim kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Bular bugun katta hayotga qadam bosyapti orzu-havaslar bilan. Ilohim o'zlari o'ylagan darajada baxt topsin, baxtlari bardavom bo'lsin. Kelasi yil Xudo xolasa shirin farzandlarini beshik to'ylarida turish ham bugungi to'yxonamizdagi barcha yaqinlarga nasib etsin deymiz. Shunday samimiy tilaklarimiz bilan bugungi to'y dasturxonini rasman ochildi deb e'lon qilamiz. Mehmonlarimizga esa xush kayfiyat tilab qolamiz. Dasturxonlarga marhamat qilasizlar. Davramizga mehmonlar kelaveradi. Mehmonlarimizga to'yxona dasturxonlari muntazir. Endi azizlar, bugun to'y, bugun xursandchilik. Albatta xursandchilikka bugun hammamiz sherikmiz va shu xursandchilikka bugun o'zimizni oz bo'lsa-da yoshlarga baxt tilab, munosib hissamizni qo'shamiz degan niyatdamiz va o'ylaymizki, yaqin soatlar, yaqin daqiqalar o'zimiz kutgan darajada go'zal ko'rinish oladi. Bugun bizni ham nasibamiz qo'shilib, ijodiy jamoamiz, san'atkorlar guruhi sizlarning xizmatingizda bo'lish nasib qilgan ekan va o'ylaymizki, bugun to'y davomida mehmonlarimizni ko'ngillarini chog' eta olamiz. Buning uchun esa ijodkor hamkasblarimiz Sirojiddin Hajayev hamda Farangiz Hajayevalar juftligi sizlar kutgan eng zamonaviy qo'shiqlar bilan xizmat ko'rsatib boradi va marhamat qilib qo'shiqlar uchun navbat bersak-da, mehmonlarimizga yana bir bora xush kelibsizlar, salomat bo'linglar deymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat.